Assalomu alaykum Angren ahli. Bugungi manzilimiz Obliqo'rg'onni Lashkarak mahallasida 10 sotiqqa qurilgan 12 xonali katta uyga kelganmiz. Qani unda sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Ketdik kirib ichkarini birgalikda ko'ramiz. Mana uyimizga ham kirib oldik. Kirganimizda shundoqqina chap qo'limizda 3 ta xona kirib yashaydigan holatda, bu tarafimizda yana 3 ta xona bor. Bu tarafga o'tganda 6 ta xona 30% ta'mirdan chiqqan. Qani unda operator ko'rsatib yuboramiz. Mana uyimizni ham ko'rib oldik. Bu uyimizga egalari 67 ming narx so'rashyapti. Biz nomimizdan chiqsalar yana kelishtirib beradigan joyi bor. Bunaqa arzon uylarni o'tkazib qo'ymaslik uchun bizga obuna tugmachasini bosib qo'ying. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu videoni hovli qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.